Bahodir aka, Yevropaga, Polshaga sayohat vizasiga topshirmoqchi edim. Shunga nima deysiz? Bitta narsani aniqlik kiriting, har doim elchixonaga topshirayotganingizda sayohat qiladigan davlat bilan sayohat qilib bo'lmaydigan davlat farqi topda bo'ladi. Polsha davlatga asosan ishlash uchun boriladi, sayohat uchun emas. Polsha, Latviya, Litva, Xorvatiya bu davlatlarga student va ishlash uchun boriladi. O'shaning uchun har doim направленияni to'g'rilab olishimiz kerak. Sayohatchimisiz, turist, ya'ni turistmisiz, unaqada siz Ispaniya, Italiya, Germaniya davlatlariga topshirishingiz kerak. Orasida Gretsiya ham bor. Gretsiya faqat sezon payt topshiriladi, ya'ni yozda. Yoz bo'lgan payt, u sezonning, ne sezonning paytlari bor. Ko'pchilik qishda ham topshirib, atkaz olishga sabab bo'ladi. O'shaning uchun har doim vizaga topshirishdan oldin, sayohat turist vizaga topshirishdan oldin aynan sayohat qiladigan davlatlarga topshirishni maslahat beramiz. O'shanda viza olish shansinglar baland. Polsha boya aytib o'tgandek, sanab o'tgan davlatlarimga bu asosan рабочий zona bo'lgani uchun vizadan atkaz olishinglarga sabab bo'ladi. O'shaning uchun har doim направленияni to'g'rilab topshiringlar.